Honor 80 telefoniga qanday quvvatlagich tanlashni bilmayapsizmi? Sizning ham telefoningiz sekin quvvat olyaptimi? Balki siz quvvatlagich tanlashda xato qilgandirsiz. Unda sizga beradigan ma'lumot manfaatli bo'ladi va telefoningiz sizga uzoqroq vaqt xizmat qiladi deb o'ylayman. Batareyka sig'imi 4800 mAh. Litium polimer lipo batareykalar tizimi mavjud. 66 vatt quvvatlagich talab qiladi. 66 vattdan kam bo'lgan quvvatlagich qo'llash tavsiya qilinmaydi. Bu telefon batareykasi tez ishdan chiqishiga, shishib ketishiga olib keladi. Simsiz quvvatlash tizimi mavjud emas, tezkor quvvatlash tizimi mavjud. 50% ga 15 daqiqada ko'taradi. Oddiy quvvatlash holatida 100% quvvat olish uchun 45 daqiqa kerak bo'ladi. Internetdan foydalanganda 8 soat 45 daqiqa. Videolar tomosha qilganda 12 soat, o'yinlar o'ynaganda 6 soat 55 daqiqa, kutish rejimida 60 soat, umumiy avtonomik holatida 20 soat 15 daqiqani tashkil qiladi. Agarda sizga ham shunaqa ma'lumotlar qiziq bo'lsa, videomiz izohiga yozib qoldiring. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, bizlarni kuzatib boring. Hozircha xayr, salomat bo'ling.